Bajon aka bir ikki og'izim Kimga ikki og'iz? o'zimizga qoladi. Sog' salomat bo'lgan umringiz uzoq bo'lsin, shu mashinangiz tagidan havo o'tib turaversin. G'amlik ko'rmanglar, kamlik ko'rmanglar. Martabalar urib, hamyoninglar to'lib, bilaginglar bo'lib, qadaminglar qutlug' bo'lsin. Qozoninglarda osh ko'paysin, yostig'inglarda bosh ko'paysin. Faqat benikoh, begona bosh bo'lmasin. Rahmat. Malaka ham kelyapti biz shaharga. Shaharga Kelyapmiz. Xudo xolasa kelganingizga rahmat malaka. Salomat bo'ling. Sizni ham sog'inuvdik anchadan beri. Rahmat. Men ham to'g'risini aytsam sog'inganman bu tomonlarni. Chunki yoshligimizdan ko'p bu tomonlarga o'tganmiz. O'sha Marhamat tumanida, Andijon Marhamat tumanida tug'ilib katta bo'lganman. Tez o'tib turardik. Arabon, xo'sh, ovqatlarga juda tez o'tib turardik. Qaymoq yegan o'shga kelardik. Ovqatni o'ziga yarasha olmalarni teshiradi. Men o'zi bankda ishlayman Valjon aka. Nimalarga top. Valjon akam keladi dedi, boraman dedi. Men so'zsiz dedi malakamni ko'rdim. O'zim olib kelaman dedi. Avvalo rahmat shunchalik. Akamga bir og'zim aytdim, Valijon akam kelyapsiz ham to'xta deb ishini tashlab keldi. Mana o'zim boraman Bu deb. ham katta savobni odamni kulib, kutib, kulib kuzatishni o'zi ham bir savob. Mana shu savobinglar bisyor bo'lsin ilohim. She'rim bor-ku. Dunyo ishlaridan yig'lamangiz, siz har bir tosh yo'lidan yurib o'tingiz. Ming chiranib yig'latishga urinsalar ham dunyo ishlaridan kulib o'tingiz. Hamisha birgalikda kulib yurishimiz. Rahmat aka. Siz ham sog' bo'ling. Mana yaxshi niyatlarda juda katta bir islohotlar ishlar bo'lyapti. Chegaralar ham yana o'ziga yarasha bir kengliklar bilan ochilib, bu yerdagi o'zbeklarimiz bilan, bu yerdagi yana yurtimizdagi o'zbeklarimiz yana shu xonandachilik, mana qirg'iz do'stlar bilan xonandachiliklar yanada bir rivojlanib, xudo xolasa birligimiz yo'qolmay, yaxshi rivojlanishlar bo'laversin. Rahmat aka. Rahmat aka. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Nasib qilsa yana yaxshi niyatlarimiz bor. Bir-ikki marta olib kelamiz yana. Xudo xolasa. Uylanganmisiz? Uylanganmiz, bola chaqaligimiz. Yanami? Ukalar bor, jiyanlar bor. Shunga niyatimiz bor, aka olib kelamiz degan. To'ylarga yetsin. Xudo xolasa. Rahmat aka. Salomat. Endi hali bitta yaxshi gap bor. Kuydirgan yaxshida kuydirgandan ko'ra. To'g'ri. Kuydirib yuraveraylik. O'sha adirliklar. Oldin kasetlarga rosa ko'p keladi. Sizda bormi she'rlar? Tani shu. Oxirgi marta shu O'shga kelganingizda ko'rdik. Hozir juda ko'p so'rashyapti. Mana hozir sarimizdan beruxsat deb aytaveramiz. Ya'ni e'lon qilmaganimiz uchun to'yali tezkorlik bilan bo'lib qoldi. Chorlab qolishdi, to'yga kelib qolyapmiz. Xudo xolasa muxlislarimizga va'da qilamiz. Yaxshi niyatlarda hozir rejalar qilinyapti. Bizga chiqishgan mana shu O'shda Bobur teatr bo'lardi-yu. O'sha teatrda katta bir konsertlar qo'yish, 2 kunlab 3 kunlab konsert qo'yib berish rejalari bo'lyapti. Xudo xolasa va'da qilaman. Kelib odamlarni yana ko'nglini ko'tarib ketamiz. Davleni ko'targanda ko'ngil ko'targan yaxshi. El sog'ingan o'zi sizlarni. Kelmay qo'ydilar endi qiladimi? Xudo xolasa kelamiz. Taqdir deydi-ku, hali bo'ladigan ish vaqtida bo'ladi. Xudo xolasa kelamiz. Kelyapmiz mana O'shda yo'lida Xudo xolasa. Salom. Ibrohim aka. Qaytdik Xudo xolasa boramiz.